30 noyabrga Chingiz Sakayevich Toshkentga bordilar, O'zbekistonga. Men dardimga davo yo'q deb xafa bo'lib tushkunlikka tushib yurdim. Bu kishi tonusda ham iloji bor, ana shu stimulyator qo'yiladi. Ana shunday operatsiyadan keyin yaxshi bo'lib ketasiz deganlardan keyin tushkun ahvoldan yaxshi kayfiyatga o'tdim. O'shandan harakatga bo'ldik, operatsiya qildirdik. Bugun apparat yoqishga keldik. Ahvolim yaxshi, o'zim yaxshi kayfiyatdaman. Tonuslarim yo'qoldi, oyog'imni qaltirashlari yo'qoldi. Yaxshi kayfiyatdaman. Toshkent klinikasiga rahmat. Parkinson kasaliga davo topildi. Davosi yo'q deb xafa bo'lmanglar. Albatta kelinglar, maslahat olinglar. Mana men oddiy odam, O'zbekistondan keldim. Allohga shukr, kayfiyatim yaxshi. Yurishlarim o'zgardi. Rahmat.